Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, "Avval ma yuhasabu al-abdu bihi yawm al-qiyamati as-salah." Birinchi bo'lib qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning huzurida inson namoz degan ibodatdan so'raladi. Agar namozdan najot topadigan bo'lsa, boshqa ibodatlardan ham najot topadi. Namozdan najot topolmaydigan bo'lsa, boshqa ibodatlardan ham najot topmaydi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Hattoki ahdullazi baynana baynahumus salah, biz bilan ularning o'rtasidagi farqimiz namoz dedilar. Shuning uchun mo'min musulmonlar Alloh subhanahu va taolo namozni qoyim qilinglar, barpo qilinglar va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning namozni qoyim qilinglar, barpo qilinglar degan va mana hali xulafaur roshidinlarni nasihat, vasiyatlari, hikmatli so'zlari ham shu bo'lyaptiki, islom dinida nasiba yo'q. Islom dinida u kishiga nasiba yo'q. Qaysi inson namozni qoyim qilmaydigan bo'lsa, namozni o'qimaydigan bo'lsa, islom ustunini sindirib qo'yibdi.